ro'yxatdan o'tish uchun mana ro'yxatdan o'tish degan tugmaga bosamiz. Create account degan tugmani bosamiz. Ya'ni bu yerga qarang. O'zbekiston davlatini tanlab qoldirasiz. Ya'ni mana O'zbekiston desangiz kelib chiqadi. Mana kelib chiqdi. Va bu yerga sizlar o'zingiz foydalanadigan doimiy email pochtangizda va bu yerda parol yozishingiz kerak bo'ladi. Biz buning uchun mana real account tanlab qoldiramiz. Va do'stlar, bizda mana shunday bo'limga olib o'tadi. Do'stlar, endi hozir biz birinchi navbatda mana shu brokerdan verifikatsiyadan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Qarang, verifikatsiyadan o'tish uchun mana profilga kirib olamiz. Ya'ni profilga kirib olib, hozir sizlar bilan verifikatsiyadan o'tib olamiz. Qarang, verifikatsiyadan o'tish jarayoni birinchi navbatda biz elektron pochtamizni tasdiqlab olishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir sizlar bilan birgalikda tasdiqlab olaman. Hozir mana biz email pochtamizga xabar boradi. Mana shu xabardagi kodni kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Men hozir mana shu kodni kiritib qo'yaman sizlar bilan birgalikda. Do'stlar, mana email pochta tasdiqlandi. Endi keyingi bo'limda telefon. Qarang, bir narsani aytish esimdan chiqibdi. Misol uchun sizlarga mana shu telefon raqamida misol uchun kod yuborilmagan bo'lsa, ya'ni SMS bo'lib kelmasa, sizlar mana shu ochilgan Telegram'ingizni tekshiradigan bo'lsangiz, ya'ni shu nomerda ochilgan Telegram'ingiz bo'lgan bo'lsa, sizda Telegram'ingizga misol uchun kod SMS bo'lib yuborilgan bo'ladi. Telegram'ingizda ham misol uchun tekshirib qo'yishni unutmang. Telefon raqamingiz ham tasdiqlandi. Endi keyingi bo'limda profilda misol uchun ma'lumotlarni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Hozir qarang, bu yerda misol uchun biz pasportda qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa tartibda misol uchun ismlaringizni, ma'lumotlaringizni va qarang, bu yerda misol uchun bizdan misol uchun turli xil savollar beradi. Misol uchun bunga javob beramiz. Misol uchun invitatsiya deymiz. Bu yerda ham misol uchun yozasiz. Misol uchun ikkinchisini tanlab qoldirasiz. Va bu yerda sizda kasbingiz nima deyapti? Kasbni misol uchun xohlagan birontasini tanlab qoldirasiz. Misol uchun muhandis deb qo'yamiz. Buni farqi misol uchun davom eting degan tugmani bosamiz. Qarang, bu yerda misol uchun bizning pulimiz qancha deyapti? Buni misol uchun 20 mingdan 50 ming dollargacha tanlab qoldirasiz. Endi misol uchun birinchisini tanlab qoldirasiz. Boshqa nima talaba deb tanlab qoldiraman. Chunki bu osonroq. Qo'shimcha savol so'ramaydi. Keyin bu yerda mana yillik daromadingizdan soliqdan qancha bo'ladi deyapti. Bu yerda mana qarang. Bunga ham 20 mingdan 50 ming dollargacha qo'yamiz. Aytyapti, so'nggi 3 yil ichida siz qancha savdo qilgansiz deyapti. Ya'ni bu yerdan 100 tadan ko'p deb qo'yasiz. Misol uchun siz har hafta qancha savdo vaqti sarflaysiz deyapti. Savdo uchun 4-12 soat tanlab qoldiramiz. XNX bilan investitsiya qilishga tayyor bo'lgan oylik daromadingiz qanday deyapti. Misol uchun oylikdan 50% gacha deb tanlab qoldirasizlar. Ikkinchisini tanlab qoldirasiz. Bu yerda mana misol uchun forex kriptovalyutani tanlab qoldirasiz. Va bu yerda sizlar qayerdan eshitdingiz deyapti. Bu yerda YouTube tanlab qoldiramiz. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir mana men misol uchun savollarga javob berib bo'ldim. Endi hozirgi misol uchun holatda biz 2000 dollargacha pul kiritib ishlasak bo'ladi, lekin bu yerda birinchi navbatda baribir biz o'zimizni pasport ma'lumotimizni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, bu yerda biz pasportimizni tasdiqlash uchun mana shaxsingizni tasdiqlang degan tugmaga bosamiz. Bosgan paytda bu yerda mana ismlaringizni ko'rasiz va hujjatlarni yuklashga bosamiz. Qarang, bu yerda sizlar pasport yoki ID kartani tanlaysiz mana. Pasport bo'lsa pasport, bo'lmasa ID karta. Keyingi bo'limda do'stlar biz mas'ul uchun mana pasportimizni mana shunday qismini mana bu birinchi ko'rsatilgan rasm to'g'ri rasm. Xuddi shunaqa tartibda misol uchun yuborishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda yuborish uchun mana dokument yuborish tugmasi bor. Shu tugmani ustiga bir marta bosib, o'zlaringizni misol uchun pasportlaringizni yuborasiz. Do'stlar, bizda verifikatsiyadan o'tganimiz yoki o'tmaganimiz haqidagi ma'lumotni bizda email pochtamizga xabar yuboradi. Email pochtangizni tekshirib ko'rasiz. Agarda misol uchun bironta joyda xatolik bo'ladigan bo'lsa, qayta misol uchun ma'lumotlaringizni yuborasiz. Do'stlar, hozir sizlar bilan birgalikda hisobimizni MetaTrader 5 ga qanday qo'shib olishni ko'rsatib o'taman. Qarang. Bu yerda mana bizda MetaTrader 5 ga chiqib turibdi. Mana shu MetaTrader 5 ni ustiga bir marta bosamiz. Bosgan paytda qarang, bu yerda misol uchun mana bizga server nomini bergan. Mana shu server nomi orqali misol uchun biz topib olsak bo'ladi. Keyin bu yerda qarang, mana kirish uchun parol bergan. Parolimizni yozamiz. Parol esa misol uchun parol esa siz ro'yxatdan o'tayotgan paytdagi parolni qo'yib, hisobingizni MetaTrader 5 ga xuddi shunaqa tartibda misol uchun kiritib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, pul kiritib olishimiz uchun depozit degan tugmaga bosamiz. Qarang, bu yerda biz verifikatsiyadan o'tib bo'lganimizdan so'ng, ya'ni men hozir pasport ma'lumotlarimni yubordim. Ya'ni pasport ma'lumotimni tekshirib o'tadi, ya'ni bir kun ichida tekshirib bizga javobini aytadi. Tekshirib bo'lgandan so'ng, misol uchun hisobimiz verifikatsiyadan o'tgandan so'ng, mana bu yerda turli xil misol uchun mana bank karta orqali yoki mana Binance Pay, mana USDT, TRC
20 yoki ERS20 orqali bemalol kiritib olsak bo'ladi. Mana bu yerda mana biz USDT ERS20 orqali kiritsak bo'ladi. Bu yerda mana 10 dollardan 200 ming dollargacha bemalol kiritsak bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar, misol uchun pul kiritib, pul chiqarib ishlasangiz bo'ladi. Endi pul yechib olish ham bo'limi ham bor. Bu bo'limni ham ko'rsatib o'taman. Qarang. Bu yerda mana Binance Pay'ga chiqarsak bo'ladi. Hozirda verifikatsiyadan o'tganimizdan so'ng biz mana bu kriptovalyutalarga ham chiqarib olsak bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar, sizlar mana shu brokerdan ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Hammaga omad. Qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, Telegram orqali yozsangiz sizlarga javob beraman.